Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana bir bor Dilis Shomurodov va siz Dilis Shomurodov YouTube kanalidasiz. Jigarlar, bugun chellenjimizning 9-qismiga ham yetib kelib oldik. Eson-omon bittagina qismimiz qoldi chellenjimizda. 10-qismida o'ylanib ko'ramiz, davom ettiramizmi yoki to'xtatamizmi? Kommentariyada hal qilib olamiz. Bugun esa yana bitta obunachimiz bilan birga o'ynab, chellenjimizni davom qildiramiz. Albatta, videorolikimizni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videorolikimizga like bosib keting. Bu men uchun motivatsiya bo'ladi va ko'proq video chiqarishga harakat qilaman. Hamda Telegram kanalimda men aksiyalar qilib turaman, akkauntlar berib turaman obunachilarimga. Keyin shu yerda chellenjga ham qatnashishingiz mumkin bo'ladi. Kod tashiyman shu kanalimga, shuning uchun Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Mana har doimgi urf-odatlarimizga ko'ra Telegram kanalimizga kod tashlab olyapmiz. 139856. Ajoyib kodni yozib oldik va go deb yozib yuboramiz. Keyin bu kodimizni nusxalab olamiz va dalasiga kiramiz. Mana Dream Lego Soccer o'yiniga ham kirib oldik. Kunlik bonuslarimizni olamiz. Bu yerda yana kunlik bonuslarimizni olamiz. Nima deyapti bu yerda? Richtnov hozir emas deyapti. Boshqatdan olishga harakat qilib ko'ramiz. Mana olindi. Transfer marketda Viktor Gyökeres normalniy futbolchi kelib turibdi. Bu yerga kodni yozishdan oldin tarkibimizni ko'rib olamiz. Tarkib normalniy. Alvarezni bu yoqqa qo'yib olamiz. Mana bu Kubarsi, Cancelo, Balde degan futbolchilarga e'tibor bermanglar. Menga kerak emaslar. Kuchaytirgich uchun olib qo'yibman. Kodni yozib olamiz. Mana bu yerga 139856 kodini yozamiz va birozgina kutamiz. O'yinimiz ham boshlanadi. Shu joyda jigarlar, har doimgidek aytib o'tganimdek, Wizard Dalasi Telegram va YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Agarda YouTube kanalida 200 ta, Telegram kanalida 70 ta bo'lganida har xil futbolchilarning kartalarini yasashni o'rgatmoqchi ekan. Shuning uchun maksimalniy obuna bo'lib ketamiz jigarlar. Agarda sizga dizaynerlik xizmati kerak bo'lsa esa, Zenos dizaynerga bemalol murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi jigarlar. Ajoyib qilib yasab beradi sizga. Mana o'yinimiz ham boshlanyapti, xudoga shukr. Kim bilan tushayotganmiz? Manchester United. Voy, challenge davomida shu bratanimiz bilanmi, ukamiz bilanmi 3 marotaba tushishim, 3-marotaba gol berishib olamiz. Wow deb qo'yyapti. Tarkiblar ajoyib. Uni stadionda bo'lyapti. Meni tarkibim ham ajoyibroq. Gabrielni ham full qilib olsam juda yaxshi bo'lardi. Holland, Mbappe, kim edi bu? Zio Hernandesmi? Yo'q, Zio Hernandes emas ekan. Mbappe zarba va ajoyib gol. Qotib yotibdi, lekin shundoq ham bitta golni amallab urdim. Juda qotib yotibdi, ko'rib turibsizlar. Juda qotib yotsa ham amallab bitta golni urdim men 4-sekundda. Vinicius Junior olib qo'ydi va to'pni uzoqlashtirdi. Ashraf Hakimi olib qo'ydi va Erling Haaland yetib olyapti. Yaxshi zarba. Voy, darvozabon kim edi? Ajoyib seyf qilib qo'ydi. Raqibimizdan jahli chiqyapti. Kilian xavfli. Voy, darrov golimizga javob qaytardi. 16-sekundda 16-daqiqada hisobni tenglashtirdi, chunki bizni internetimiz juda qotyapti. Ayrim sabablarga ko'ra Erling Haaland o'ta olmadi. Gabriel olib qo'ydi. Kilian Haaland yaxshi o'tib ketdi. Zarba va gol. Hisob 2-1. Juda jahli chiqyapti. Chunki meni telefonim qotyapti, shundoq ham o'ynab gol uryapman. Albatta, obunachimizga
O'yin uchun rahmat deb qolamiz. Har doimgidek Kilian. Voy, korner bo'ldimikin desam, shtankaga tegib chiqib ketdi-yu. Valverde, Gabriel, Ashraf Hakimi. Kilian yetib ololmaydi bunga, chunki Van Daykdan juda qo'rqadi Kilian Mbappe. Juda ajoyib pas berdi bu yerda. Karatecha uslubda tepdi. Yaxshi, Holandni qaytarib qoldi. Nega? Voy! Shu joyida qotib qoldi-yu. Alisson nega berib yubordi? Holandga nega tashlab berdi? Shunga tushunmadim men. Mbappe, Hakimi, Van Dayk. Kilian Mbappedan Delight olib qo'ydi. Holand, yana Holand. Vinicius, Gabriel. Birinchi taym ham tamom bo'lyapti. Boyagi menga urilgan goldan keyin juda kayfiyatim tushib ketdi, chunki u yerda haqli urildi, to'g'ri, lekin Alisson nega tashlab berganini, o'zidan o'zi nega tashlab berganini tushuna olmay qoldim men. Mayli, hech qisi yo'q. Bugungi o'yinimiz juda xavfli bo'lishi kutilmoqda. Kilian va hisob 3-2 jigarlar. Kambek qilib oldinga o'tib ketdi jigarimiz. Chunki meni internetim juda ham qotyapti. Hernandez, Gabriel, Kilian Mbappe, Valverde. Bizga tashlab berdimkan deb quvonib ketibman, lekin Bergkampga tashlab berdi. Bergkamp esa qanotga berdi. Qanotdan Holand yetib keldi. Bellingemga tepib, Bellingem to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi va Kevin De Bruyne bilan alishtirib oldik. Rodrilardan bittasi orqada qolib ketdi. Kilian o'tirib yubordimi buni? De Gea, Hakimi, Gabriel, voy. Xavfli vaziyat. Yaxshi jigarlar. Xavfli vaziyat edi. Shtankaga tegib qoldi va keyin Alisson buni chiqarib yubordi. Endi burchak zarbasi. Vinicius Junior, Chiellini, Mbappe, Van Dayk. Juda jahl chiqyapti obunachimizni. 72-daqiqa tarkiblarini ko'rib olamiz biz ham. Julian Alvarezni Hakimining o'rniga tushiramiz. Teo Hernandezning o'rniga Rafinhani tushiramiz. Viniciusni Rodrining o'rniga. Viniciusni hujumga qo'yganimiz ma'qulroq. Kilianning o'rniga. Mana o'zgarishlarni qilib oldik. Alisson yana Van Daykka tashlab beradi. Albatta obuna bo'lib keting. Vinicius bu yerda nima qilganini o'zi ham bilmadi, men ham bilmadim. To'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi va jahli chiqib ketdi. Gabriel oldi, Alvarezga o'tmadi to'p. Kilian Mbappedan Nunez olib qo'ydi. Van Dayk bu yerda ustunlik qildi. Holand bu yerda ustunlik qila olmadi, lekin yana qanotdan qanotga 85-daqiqada comeback qila olamizmi? Imkoniyat kamroq, chunki internet qotyapti. Gol o'tkazib yubormasak shukr qilaylik. Bugun menimcha 5000 tanga yig'ib beramiz obunachimizga. Iloji boricha to'pni uzoqlashtirib, vaqtni tez tamomlamoqchi obunachimiz. Mana va nihoyat vaqt tamom bo'ldi. Qo'l berishib ajoyib tarzda yakunlaymiz. Sizlar esa kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar, chunki biz yangi yilgacha 5000 ta bo'lishimiz kerak. Hozir 4200 taga oz qoldik. Yana 800 ta obunachi 5 kunning ichida bu
oson narsa emas, lekin biz buni albatta yig'a olamiz, obunachilarim. Meni podдержка qilib tursanglar bas. Wizard Talasi Telegram YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Dizaynerlik xizmati kerak bo'lsa, Zenos dizaynerga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Kanallar shilkasi esa videomiz opitseniyasida va kommentariyada bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.